Geroinni rangiga keltirish uchun kofein qo'shilganligini isbotlaganmiz. Narkotik. Mingdan oshiq turi mavjud bo'lgan zahar, ammo ularning har birining tarkibi siz o'ylagandan-da dahshatliroq. Kolyaskadagi chaqaloq uni ko'ziga it bo'lib ko'rinadi. Odamlarni hayoti bilan hisoblashmasdan o'shani tarkibiga alibastr qo'shgan holatlar ham bo'lgan. Narkotik qabul qilayotgan bemorni birovni farzandiga uylantirish bu yechim emas. O'zidagi mablag' tugab bo'lgandan keyin ayolini o'rgatgan holatlar bo'lgan bizda. Nafs bu moyillik, bu 5 yil, 6 yilgacha umr ko'radi deyshadi. Nafas yetishmovchiligidan bemorlarda o'lim holati olib kelishi mumkin. Mana bu yangi chiqqan narkotik moddalar, sintetikalar bor, ko'p bilan aniq sostavi yo'q. Skorost sintetik narkotik moddasini iste'molidan o'lim holatlariga olib keladi. Narkotik. Mingdan oshiq turi mavjud bo'lgan zahar, ammo ularning har birining tarkibi siz o'ylagandan-da dahshatliroq. Ekspert loyihasida bugun aynan shu haqida hikoya qilamiz. Ishoning, ma'lumotlar sizni dahshatga soladi. Bilasizmi, bizning tajribamizda giyohvand vositasi deb olib kelinib, giyohvand vositasi bo'lib chiqmagan holat bir qancha tashkilot ekspertlari birlamchi qo'shimcha ekspertizalarni qilgan holatlar bo'yicha bizga qayta ekspertiza tayinlangan 3 kilogramm geroinni shu bo'yicha u yerda 3 kilogramm giyohvand vositasi deb kimgadir uni sotmoqchi bo'lgan kimsadan olingan boyagi 3 kilogrammli modda tarkibida atigi 3 gramm geroin moddasi borligi, qolgan narsalar esa to'ldiruvchi moddalar ekanligini, kraxmal ekanligini, uning tarkibida dori vositalaridan aspirin, parasetamollar borligini va geroin holatiga, geroinni rangiga keltirish uchun kofein qo'shilganligini isbotlaganmiz. O'shani geroin deb sotmoqchi bo'lgan, lekin uning 3 kilogramm tarkibida atigi 3 gramm giyohvand vosita diastil morfin bo'lgan. Dimidrollar qo'shilgan holatlar ham bo'lgan. Og'riq qoldiruvchi dorilarning qo'shilgan holatlar ham bo'lgan. Ularga o'shani maydalab, ma'lum bir anaqada foizda qo'shib, boyagi umumiy narkotik vositasini massasini, og'irligini oshirish kerak bo'lgan. Odamlar orasida, jamiyatimizda falonchini o'g'li peridozirovkadan o'libdi degan holatlar uchrab turadi-da. Bunda u peridozirovka degan so'z har doim ham to'g'ri kelavermaydi. Masalan, geroin bo'yicha peridozirovkadan emas, o'sha geroinda aralashtirib sotayotgan to'ldiruvchi moddalarni natijasida to'ldiruvchi moddalarni juda ham ko'p qo'shilganligi va hattoki mo'may daromad orqasidan quvgan kimsalar odamlarni hayoti bilan hisoblashmasdan o'shani tarkibiga alibastr qo'shgan holatlar ham bo'lgan. Uni bilasiz, odam organizmiga u narsalar tushgandan keyin qon tomirlarida zakupurka, qon tomirlari tiqilish bo'ladi. Tiqilish bo'lgan joyda qon tomirlari yoriladi. U peridozirovkadan emas, o'sha ichki qon ketish, o'sha qon tomirlarining yorilishi yoki bo'lmasa boyagi uning tarkibida bo'lmagan moddalarning begona tashqaridan kiritilgan moddalari o'sha ko'p miqdordaligidan organizmga tushganligidan bo'lgan holatlar ko'plab uchrab turadi. Oldin opiylarga geroin kiradigan bo'lsa, bundan 10 yil, 15 yil oldin geroin qabul qilgan bemorlar hozirgi kunda kelib qoladigan bo'lsa, aytadi, "Men Usmanni bu toza geroin emas" deydi. Bu aniq ham. Nima hisobda? Chunki bemorda opiy narkotiklar hisobida aqliy zaiflik unaqa kuzatilmagan, umnost yo'qolmagan. Bemorlar o'zini iroda qila olgan,
ularda lomka kuzatilardi. Lomka ya'ni qaqshash, og'riq, ko'z yosh, aksa urish, ich ketishi, ko'ngil aynish, qusish, mana shunaqa bemorlarda ular lomkasida tanasida yoqimsiz o'tirg'izmaydigan og'riqlar bo'lardi. Lekin bu og'riqlar o'tgandan keyin shu narsani biling, bemor yana o'z holatiga qaytib qolardi-da. Hozirgi kundagi narkotiklar, sintetik narkotiklar bilan asosan sostavi juda ham o'zgargan hisoblanadi. Lekin bemorlarimiz zakladdan yoki boshqa joydan opiy narkotik geroin olyapman deb oladi, qabul qiladi, lekin ta'sir doirasi umuman boshqacha. Klinikasi ham, kasallikni kechishi ham umuman boshqacha hisoblanadi. Ya'ni masalan lomka holatlarida unaqa kuchli lomka bermasdan bemorni miyadagi o'zgarishlarni kuchaytirib yuboradi. Bemorni humorini kuchaytirib yuboradi. O'zini tutishi, odamlar orasidagi muloqotlarni o'zgartirib yuboradi. Mana shunisi bilan o'zgaradi, sostavi ham, tarkibi ham shu bilan farqlanadi. Klinik ketishigacha, bemorni tuzaligigacha, asoratlarigacha farq qiladi oldingi narkotiklar bilan hozirgi narkotiklarning orasi. Giyohvand vositalarining aksariyat hollarda o'sha yoshlar orasida sotadigan fuqarolar tomonidan tarqalishi, masalan deylik, diskotekalarda, klublarda, u yerda ham o'sha chilimlarga giyohvand vositasini qo'shganligi holatlari yoki bo'lmasam o'sha sigaretalarga qo'shilgan holatlari bo'yicha tayinlangan. Biz bunaqa ekspertizalarni ham ko'plab qilganmiz. Giyohvand moddalari bitta joyda qotib turmaydi. Giyohvand moddalarining har 5 yilda yangi turlari ishlab chiqariladi. 2013-yilda bizning davlatga ham o'sha spicelar kirib kelib, u spicelar bizning qonunchiligimizda ham kiritilmagan, o'sha ro'yxatlarda ham yo'q bo'lgan moddalar bo'lgan. Ya'ni bu giyohvand moddani romashka, shalfey o'tlari bor-ku, yoki boshqa o'tlarga sepib, anaqa salafanchalarga o'rab sotish holatlari ko'payib ketgan. Uni ham hidlashgan, o'shaning oldi sotisi bilan shug'ullangan holatlar bo'yicha sudlarga ekspert sifatida o'shanda advokatlar savol berishgan. Bu o'simlik-ku, bu o'simlik ma'lum bir grammni tashkil qiladi. Unga sepilgan modda juda kam-ku. Nimaga endi bu odam mana shu tayyor o'sha qo'ldagi paketdagi umumiy og'irlik bo'yicha, umumiy massa bo'yicha qamalib ketish kerak degan savollarni bergan. Chunki u paytda na qonunchilikka, na o'sha ro'yxatlarga kiritilmagan edi bu. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'sha narsani oldi sotisi bilan shug'ullanadigan odamni tutgani bilan uni qaysi modda bo'yicha, qanaqa miqdor bo'yicha qamash uchun asos bo'lmagan qonunchiligimizda. Keyin o'sha paytda qonunchilikka giyohvand vositalaridan spicelar va ularning analoglari va ularning hosilalari bo'lishidan qat'iy nazar taqiqlanadi, respublikada muomala bo'lishi deb spiskaga, ro'yxatga kiritilgan. Haligi tarkibida boyaginaqangi har xil qo'shimchalar, odam organizmiga ziyon keltiradigan moddalar qo'shilgan bo'lsa, u 2-3 ta iste'moldan keyin ham o'lib ketishi mumkin-da, boyaginaqa holatga uchrab. Shunday bemorlar kelgan sintetik narkotik moddasi ko'p miqdorda chekkan hisoblanadi. Chekish miqdori 3 kun, 4 kunlab marafon bilan davom etgan va uyiga keladi. Bu oddiy misol aytmoqchiman, чтобы tushunsin. 3-4 kun davomida o'shani chekkani hisobiga uxlamagan bo'ladi. Bemor uyiga keladi, uyida hovlida 4-farzandini ayoli chaqaloq bo'ladi, yangi tug'ilgan chaqaloq bo'ladi. O'sha chaqaloqni quyoshga kolyaskada yotqizib qo'ygan bo'ladi hovlida. Bemor kelgandan keyin bemorning ko'ziga o'zi gallyutsinatsiyasi boshlangan bo'ladi. Gallyutsinatsiya bu ruhiy holatning buzilishi hisoblanadi. O'sha gallyutsinatsiyasi boshlangan bo'lgani o'zi sezmaydi. O'sha hovlida turgan kolyaskadagi chaqaloq uni ko'ziga it bo'lib ko'rinadi. Bu deydi, it menga hozir hamla qilmoqchi bo'ladi deb o'ylaydi. Ovozla eshitilgan bo'ladimi? Boradi-yu o'sha o'zimni qutqaraman deb bemor nima kolyaskadagi chaqaloqni kolyaska bilan otib yuboradi.
u yangi tug'ilgan chaqaloq atak bu yerda bemorda shunday oladigan bo'lsangiz psixoz holatini ketayotganligi ko'p miqdorda mana shu skors moddasini chekishi hisobida, narkotik moddasini chekish hisobida o'ziga bog'liq bo'lmagan holatda ruhiy holatni buzilishi hisoblanadi. Ya'ni ko'ziga ko'ruv gallyutsinatsiyalarni paydo bo'lgani bu. Birinchi navbat o'zini sog'lig'iga ta'sir qildimi? Ikkinchi navbat o'z farzandini aybdor holatga olib keldimi? Oila buzilib ketyaptimi? Oila buzilgandan keyin u bola chaqaloq, yangi tug'ilgan chaqaloq invalidlikka olib keladi. Baribir nogiron bola bo'ladi, sog'lom bola bo'lib qolmaydi-ku. Xuddi mana shunaqa og'ir asoratlarga olib kelyapti hozirgi iste'mol qilinayotgan narkotiklar. Bitta ayol o'g'lining noodatiy holatidan shubhalanib, uning ichayotgan Coca-Cola, Pepsi'ni yuqini bizga olib kelib taqdim qilgan. O'sha qolgan qoldig'ini tarkibida biz uni tarkibida psixotrop modda borligini isbotlab berganmiz. Mana shunaqa yana bitta holat bo'lgan. Uylangan yosh kuyov yigit kelinga ham ichirib soatlab uxlashgan. Masalan, ular bir-birini o'rgatgan. Ikkalasi baravar o'rganmaydi, bir-birini o'rgatadi. Masalan, deylik, kuyov o'shanaqa holatda bo'lsa yoki kelin o'shanaqa holatda bo'lsa, oldin o'shalar o'sha paytdagi o'sha sho'xligini mana shunaqangi narsalar bilan bosib yoki oshirib yoki uxlay olmay soatlab uxlashga o'sha dorini ichib, o'shanga tobe bo'lib qolgan, keyin kelgandan keyin ikkinchisini o'rgatgan, ertalab soat 11-12 gacha turmagan, shubhalangan. Undan keyin sekin o'sha ichgan narsasidan ozginasini olib boshqanaqaga qo'yib uxlab yotgan paytida topib olganidan olib kelgan. Masalan, shunaqa holatlar ham bo'ladi. Ko'p bemorlarni uydagilari keladi bizga. Keladi, "Mesor Usmanni" deydi. Hozirgi kunda 20 yosh, 23 yosh yigit bolalar, 25 yosh. Onasi, otasi o'tiradi va aytadiki, "Men deydi buni uylantiray" deydi. "Uylantirsam agar deydi, yaxshi bo'ladi bu" deydi-da. Lekin bu yaxshi bo'lib qolmaydi. Narkotik qabul qilayotgan bemorni to'laqonli davolanmasdan turib birovni farzandiga uylantirish bu yechim emas. Qaysi turi bo'lishidan qat'iy nazar narkotikka tobelik bormi, uni ustida ish olib borilmasa, bemorda uylantirish bu yechim, kasallikni yechimi emas. Uylantirib turib ham shunday holatlar bo'lganki, ayoliga zarar yetkazgan. Shunday holatlar bo'lganki, o'z ayolini o'zida mablag' qolmayaptimi, u tobe odam. U mana shu psixoaktiv moddalarga tobe, u kasal, u bemor. Birinchi navbatda bizning xalqimizdan so'rardim, bunaqa insonlarga xo'p bu narkoman, xo'p bu alkash deb qarash emas, balki bu kasallik. Boshqa kasallik bo'lsa ham biz davolaymiz buni. Angina bo'ladi, qandli diabet bo'ladi, yurak kasalliklari bo'ladi. Ularni ham davolaymiz. Bemor deb qaraymiz, isitma qilib yotgan bo'lsa bolamiz qaraymiz. Lekin bunga bu kasalliklarga ham xuddi shunday kasallik sifatida qarash kerak. Shunday holatlar kuzatilganki, shu bemorlar o'zi uylantirgan, yosh bolasini uylantirgan, o'zidagi mablag' tugab bo'lgandan keyin asta-sekinlik bilan ayolini o'rgatgan holatlar bo'lgan bizda. Yosh er-xotin kelgan menga konsultatsiyaga, ko'rganman, ko'rikda onasi olib kelyapti. O'z o'g'li vaqt o'tadi-yu qizni o'rgatadi, o'z kelinini o'rgatadi. O'rgatgandan keyin esa u yerda ham moyillik rivojlanyapti, boshida bilmaydi. Keyinchalik u moyillik rivojlanganligi u ayolga kerakmi? Qabul qilmasa qaqshiydi, og'riydi, ruhiy holati buziladi. U qabul qilish uchun kerakmi tillasini chiqarib sotadi, kerakmi ota-onasidan mablag' topib olib keladi. Lekinki bu bizni uylantirib bitta insonni davolaymiz, nabarat ikkita odamni zararlantirib qo'yayotgan bo'lyapmiz. Masalan, sigaret olaman desak, sigaretni yuzga ko'pda chekish o'ldiradi va yoki kasallik olib keladi yozib qo'ygan. Lekin bu narsani biz o'zimizga shunchaki uni aforizmda yo'q qolganda, buni ta'siri yo'q, lekin bor. Bu ham xuddi shunaqa narsaga aylanib qolmayapti, narkotik moddalar ham. Buning ham bossin ham ta'siri yo'qmi yoki shu yolg'on tahdidmi? Yo'q, narkotik moddalar qabul qilishning hamisha zarari bor. Faqat aytyapman, qaysidir narkotik birinchi zarari bu tobelik chaqirishi. Zararlari nima hisoblanadi? Masalan, opiy narkotiklarni oladigan bo'lsak, opiy narkotiklarni dastlabki paytda ko'p bemorlar birdaniga igna orqali qabul qilishga o'tmaydi. Dastlabki paytda chekib ko'radi, hidlab ko'radi. Uni hidlab yuribdi, masalan, ta'sir doirasi yo'qolyapti.
bemorda уже uzoq muddat davomida uni hidlayaptimi burun orqali уже kutgan effektni bermayapti. O'zini xohishi bilan majbur bo'ladi uni teri ostiga qabul qilishga, keyinchalik esa tomirga qabul qilishga. Tomirga uzoq muddatli qabul qilish hisobida u nima bo'ladi? Tomirlarda chandiqlanish paydo bo'ladi. Tomirlarda har safar kuniga 3-4 martalab, 5-6 martalab iголка tiqadigan, igna bilan igna tiqadigan, igna orqali qabul qiladigan bemorlarimiz bor. Uni hisobida nima bo'ladi? U yerda har xil infeksiyalar tushadi. Ko'p narkotik qabul qiluvchi bemorlarimizda VIH, SPID kasalliklari bo'ladi, gepatit C rivojlanadi, somatika buziladi, ya'ni jigar holatlari o'zgarib ketadi bemorlarimizda. Undan tashqari ko'p narkotik qabul qilgandan keyin bemorlarimizning juda ko'pida o'sha narkotik ta'sirida palapartish hayot ko'rish kuzatiladi. Uni hisobida yuqumli kasalliklarni yuqtirish holatlari bor. Undan tashqari mana shu igna orqali qabul qiladigan narkotiklarni ko'pida tromb hosil qiladi. Ya'ni qo'l tomirlari qomadimi? Tomir qolmagandan keyin kichkina kapillyar tomirlardan qabul qiladi, oyoq tomirlariga teginishga harakat qiladi bemorlar. Nafs bu. Bu moyillik, bu tobelik kuchaygan sari bo'yin tomirlari, qo'q, ya'ni paxt tomirlari bor. O'tda tushgandan keyin esa qaysidir momentda oyoq shishlari paydo bo'lishi mumkin, tromb hosil bo'lishi mumkin. Tromb paydo bo'ldi degani bemor qaysidir paytda tromb tiqilib, qayerda tiqilishini bilmaysiz. Qon tomirida, u yurak qon tomiridami, oyoq qon tomiridami, qayerdadir tiqilib qolgandan keyin nafas yetishmovchiligidan, qon aylanish buzilishidan bemorlarda o'lim holati olib kelishi mumkin. Yoki tromb tiqilgandan oyoqlarda nekroz holatlari bo'lib, o'zimizni amaliyotda oyoqlarni kesib tashlagan holatlar bo'lgan. Narkotiklar ta'sirida. Shuning uchun bu holatlar ko'p, narkotik asoratlar ko'p bo'lib, opiy, ya'ni geroin, qora dori ta'siri. Shundaymi, lekin hozirgi kunga chiqqan oldin aytilardiki, shu narkotik moddalar qabul qiladigan palapartish hayot ko'rishi hisobida yo yuqumli kasalliklardan, yo kuzatiladigan mana jigarda sirroz berishlar, yurakda o'pka nafas yetishmovchiliklari hisobida bemorlarda o'lim holati kuzatiladi derdi. Keyin narkotik qabul qiladiganlar uzoq yashamaydi, 20 yil, 15 yilda olamdan o'tishi mumkin deylardi. Lekin hozirgi kunda kelib, mana bu yangi chiqqan narkotik moddalar, sintetikalar bor-ku, ularning aniq sostavi yo'q. Hozirgi ishlab chiqarayotgan, mana shu tarqatayotgan narkotiklarni bizda test bor. Test qilib chiqqanda ham har safariga mana yildan yilga sostavini o'zgartirishyapti, tarkibini o'zgartirib tashlayapti. Nima qilyapti? Siz tekshirasiz, qo'shimcha bir nima ximikat qilib tashlashadi. Bu ximikatlar hammasi zarar hisoblanadi. Hozirgi kunga chiqqan narkotiklar, sintetikalarni iste'mol qilayotganda, endi hozirgi kunda tadqiqotlarga qaraganda 5 yil, 6 yilgacha umr ko'radi deyshadi. Chunki ular uzoq muddatli marafon, ya'ni tinimsiz bir necha sutkalab bir xonadan chiqmasdan hidlab yo chekib o'sha xonada ovqat yemasdan, uxlamaslik holatlari kuzatiladi. Hozirgi chiqqan bu sintetik narkotiklar ular bemorlarni ko'p miqdorda ko'p bemorlarni mana bu skorsli uxlatmaydi, ovqat yedirmaydi. Bu hissiyotlarni yopadi. Buni hisobida 5 sutkalab, 6 sutkalab umuman ovqat yemaganlari, uxlolmagan, psixoz berish holatlari, ko'zga vahmalar bo'lib, gallyutsinatsiyalar bo'lib yoki nafas yetishmovchiligi, o'pka dimlanib, bundan tashqari organizmda suyuqlik aylanishi buzilib, pochkada shunday bemor kirib kelgan 10 sutkada mana shu yerda tura olmaydi. 10 sutka bir xonadonda qamalib tinmay qabul qilib, oyog'ida bir nimasi topadi-yu, qo'shnisi topib, buni uyini ochib, olib keladi. Olib kelganda bemor oyog'ida tura olmagan bizada. Bizada tahlil topshirish kerak, sidik bering deganda, menda sidik yo'q degan, suvsizlanishga olib keladi organizmni. Buyrakni ishdan chiqaradi odam, buyraklarni ishdan chiqarib, buni hisobida juda qisqa muddat orasida ensefalopatiya beradi, o'lim holatlariga olib keladi. Bemorni hayot faoliyatini tugatishga olib keladi. Shunday holat bo'lgan. Bemorimiz 21 yoshlar atrofida bola edilar. Keyinlar u kishi ham xuddi shunday bundan 3 yil oldin nima bo'lgan? Qabul boshlangan bo'lgan. Birinchi qabul qilgan narsalari apteka tabletkalari bo'lgan. U tabletkani iste'mol qilgandan keyin, qaysidir muddat o'tgandan keyin skorost sintetik narkotikni cheka boshlaydilar. Chekkandan keyin bir kun bir marta nima qiladi? O'zini tiyishga harakat qiladi. Mustaqil davolanishga harakat qiladi. Kelib kasalxonaga yotadilar. Bizaniki majburiy emas-ku, o'z xohishi bilan-ku. Dastlabki 10 kun davolandi. Davolangandan keyin
10 kundan keyin o'z xohishi bilan chiqib ketaman dedi, chiqib ketdi. Ma'lum 3 oy 4 oy yurgan, yaxshi yurgan. Keyinchalik xumor yana kuchayib, qayta qabul qilish kuzatilgan. Qayta qabul qilgandan keyin u nimaga qayta qabul qila boshlangandan keyin ma'lum muddat yuradi-yu, katta zaklad topib oladi. Bemorni o'zini kelgandagi aytishi bo'yicha zaklad topib oladi-yu, ko'p miqdorda skoroustni uy sharoitida xonasidan chiqmay bir necha sutka marafon bilan chekadi. Chekkanda o'sha 5 sutkali marafondan keyin bemor bizga kelganda juda og'ir holatda kelgan edi. Uje suvsizlanish boshlangan, ko'ziga ko'rib gallyutsinatsiyalar boshlangan. Biz bemorni yotqizdik davolanishga yotqizdik, lekinki uje bemorda buyraklarda o'sha qurib kelish holati kuzatilgan bo'lgan. Bemor o'sha yosh holatida skoroust sintetik narkotik moddasini iste'molidan buyraklarni ish faoliyatini to'xtashi hisobiga olamdan o'tgan. 21 yosh bola. O'zi bilan o'z oyog'i bilan murojaat qilib kelgan. O'zi uje men bo'ldi, ahvolim yomonlashyapti deb davolanish yordam so'rab kelgan bo'lgan. Lekinki sintetik narkotiklar bemorlarni juda ko'pida eng birinchi navbat o'pkasi bilan buyragida ish faoliyatini to'xtatishga olib keladi. Shuning uchun ham bu sintetik narkotiklar xavfli hisoblanadi. Miyasiga faqat yomon fikrlar keladigan bo'ladi, depressiv holatga tushadi. O'ziga o'zi qabul qilmagan holatda suiqasd qilish holatlari paydo bo'ladi, ya'ni depressiyaga tushib qoladi. Bir paytlar Yevropa davlatlarida bu kasallik juda kuchli bo'lgan. Mana bu sintetik narkotiklar juda kuchli tarqalgan bo'lgan. Juda ko'p nomdor mana haligi madaniyat xodimlar deysizmi, ko'p iste'mol kuzatilgan bo'lgan. O'shalarda Yevropa davlatlarida bir paytlar bu kasalliklar hisobida psixika buzilyapti-yu, ruhiy kasalliklar kuchayib ketgan. Lekin hozirgi kunga kelib o'zimizning bemorlarda bu kuchayapti. Hozirgi kunda mana bu sintetik narkotiklar shu holatda davom etadigan bo'lsa, keyinchalik psixiatriya kasalliklari kuchayib ketishiga olib keladi. O'zimning amaliyotimda shunday holat bo'lgan, 14-15 yoshli qizni ota-onasi olib kelyapti. Ota-onasi olib kelganda ular ham qanday bilishgan. Qizcha 1 yil davomida tabletka iste'molida yurgan. Oila muhiti ko'p odamlar bizada shunaqa deb o'ylaymiz-da, dadalarimiz ham men bolalarimni pul bilan ta'minlayapman-ku, bolalarimning qorni to'q-ku bo'ldi deb o'ylaymiz. Yoki onalarimiz ham maktabga borib kelyapti, bo'ldi, to'g'ri yur, juda qattiq qo'l bo'lamiz. Shu 14-15 yashar qizchada men onam bilan muloqotga kirisha olmayman, oyim meni tushunmaydilar degan fikr bor. Necha marta gaplashmoqchi bo'laman, faqat meni eshitmasdan, tushunmasdan qat'iyatlik, ya'ni qattiqqo'llik bilan hamma narsaga atkaz, mumkin emas, senga mumkin emas deb boshlashgan. Keyin bu qizimiz maktabda o'qib yurganda o'zidan katta sinf bola bilan, 11-sinf bola bilan tanishib qoladi. U bolani o'zi tabletka qabul qiluvchi bola hisoblanadi. Keyin bu qizga gaplashib buni doimiy kayfiyati yo'q yurganini ko'rib, o'qishga uncha qiziqishi yo'qligini ko'rib, bunga tabletka berib boshlaydi, tabletkani o'rgatadi. Asta-sekinlik bilan qiz o'zi undan tabletkani boshida pulsiz oladi. Keyinchalik uyiga olib keladi. Uyiga olib kelib, o'zini uyida kechki paytda iste'mol qilgan qizcha. Lekin shuni ham ota-onasi bilmagan. Hamma uxlagandan keyin tabletkamni ichardim deydi. Asta-sekin oxirgi paytlarda 4 kunlik dozasi 4 tagacha ko'tarilgan. Uydagilar bilmagan. Ertalab uxlab yotibdi-ku, maktab borish propuska qila boshlagan, maktabga bormagan, dars qoldirgan, charchadim degan, o'qishga bormayman degan, atak uyiga tabletkalarni olib kelib o'zi iste'mol qilib yurgan holati bo'lgan. Keyinchalik u pulsiz bermaydimi? Bola aytadiki, endi o'zing ol degan. Endi o'zing oldi, endi pul olib keladi. Bu qizchada pul tomonlama dadasi doimiy ta'minlab turgan. Shu tomoni bor. Qizni dadasi doimiy pul bilan ta'minlagan, qizchada pul bo'lgan. Bu u bolaga povod bo'lgan, mana shu qulay tomoni bo'lgan. Ana shu uchun ham ota-onasi qachon bilib qoladi? Qachonki o'zi uyida turgan pul yo'qolgandan keyin. Dadasining kartasidan pul yo'qolgandan keyin qizchani ota-onasi podozreniya qila boshlaydi, shubhalanadi, aytadiki, nimaga deydi, pul yo'qolyapti deydi uydan. Qizni o'zidagi xatti-harakatlar, ungacha tashqi ko'rinishiga qarab, uni gaplashishiga qarab, qiz bemorlarda o'zgaradi.
tashqi ko'rinish o'zgaradi, xatti harakat o'zgaradi, javobgarlik hissi o'zgaradi, ota-onasi bilan bo'lgan muomalasi o'zgaradi. Bularni hech qaysi birini e'tibor qilmagan shuncha paytgacha ota-ona. U kelib mana shu uydan pul yo'qolgandan keyin o'sha qizchani olishadi, izolyatsiya qilishadi. O'zlari uy sharoitida izolyatsiya qilishadi, qamab qo'yishadi. Qamab qo'yganda ko'p qavatli uylarda yashaydi, baland bo'lmagan qavatda yashaydi. Qizcha shu darajada itoatli, otasidan qo'rqadigan, onasidan qo'rqadigan qiz oynadan sakrab chiqib qochib ketadi. Mana shu dorini izlab borish uchun. Undan keyin bizga konsultatsiyaga murojaat qilishdi. O'shanda murojaat qilgandan keyin biz konsultatsiya qildik, ko'rdik, tushuntirdik. Qo'ldan keluvchi, lekin o'sha o'zimni amaliyotim hisobida yana shuni aytaman. Mana shunaqa holatlar bizda ko'p. Farzandlarni ota-ona tushunishi kerak. Farzandlar bilan ko'proq muloqotda bo'lish kerak. Shuncha payt 1 yil davomida qiz iste'molda yurgan, 1 yildan keyin sezishi bu uyda o'tiradigan ona uchun minus hisoblanadi. Chunki shuncha paytgacha bu o'zgarish bo'lgan, sezmagan ham, e'tiborsizlik bo'lgan. Endi bemorlarda tuzalish. Shunday oladigan bo'lsak, hamisha aytaman, bemorlarga ham aytaman, ko'rik paytida ham, ko'p bemorlar uydagilar ham bu narsani biladi. Juda ko'p narsa bemorlarning o'zidan ham talab qilinadi. Sog'ayishga bo'lgan bunaqa bemorlar bilan ishlayotganda birinchi navbat bemorni hayotga, yashashga, mana shu narsadan nima uchun qutulmoqchi, motivatsiyasi bormikan? Shu narsani o'rganish kerak. Bemorni motivatsiyasi bo'lsa, bemorni hayotda o'zi uchun qimmatbaho bo'lgan narsasi qolgan bo'lsa, bu pul, moliya tomonidan aytmayapman. Kimdadir bu sog'lig'i hisoblanadi, qimmatbaho narsa. Kimdadir bu oilasi hisoblanadi. Kimdadir bor farzandlari hisoblanadi. Mana shular inobatga olinadi. Mana shunaqa hayotga o'zi uchun qimmatli, qadrli bo'lgan narsasi bo'lsa, hayotga motivatsiyasi bo'lsa, bemor tuzalishi mumkin.